Assalomu alaykum do'stlar, yaqinlar. Do'stlar, bugun sizlarga bir legendarniy Moskvichni obzor qilib beramiz. Yana preseplari bilan Moskvichimiz non topar mashin. Yana ahvollari, sostaniyalari minuvchi bo'ladigan bo'lsa, bir rozgarni nonli qiladi. Mashinamiz 91-yil. Presepi bor, yurib turibdi. Egalarini achish bo'yicha egalari traktor olib keldilar. Shuna bu mashinani sotchakman deb turibdi. Bo'lmasa yurib turadi deydi mashin. Normal holatda ish qilib tushunib haydayman deydi o'zingizlar. Bir mashin bir rozgarni xudo xolasa aylantiradi. Mashin ish qilib haydasa bo'ladi. Egasi traktor olib degan shuna presep ojakman traktorma dedi. Shuna buni sotchakman dedi. Agar preseplaringiz bo'lsa, traktorni preseplari bo'ladigan bo'lsa, barter qilish ham mumkin ekan. Xudo xolasa. Shuning uchun sotilajak bu mashin. Telefon qilib, xudo xolasa kelishib, ko'rib olaverasizlar. Telefon nomerini yozib qo'yaman. Bir rozgarni aylantiradigan presep ham tayyor. Endi nasib etsa bir oya, 2 oya sezon boshlanadi. Konxaruz deysizlarmi? Boshqa ishlar qilaman deysizlarmi? Mol qatlayman deysizlarmi? Ish qilib bir rozgarni gullatadi. Tushunib haydasangizlar, qarashig'ini qilsangizlar, sizlarni xudo xolasa boqadi shu mashin. Esa xudo xolasa hammaning ishlarini omad. Jonlari sog' bo'lsin. Xudo xolasa telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Telefon qilib, murojaat qilib gaplashib olaverasizlar. Mashinamiz yana turibdi tayyor. Olib kurib faqat minish kerak bo'lgani, haydash kerak, rozgarga 1-2 so'm pul topish kerak. Jonlari sog' bo'lsin, hammaning ishlarini omad, sog' bo'lasizlar.